va otam bugun kechqurun mana shu 1 kilo go'sht bilan chiroyli osh qilib beralamanmi bugun? Payshanba kuni yo'qmi? O'shani o'ylash kerak. Qo'shni nima deb o'ylaydi? Qarindosh urug' nima deb o'ylaydi? Bu nimani o'ylasa o'ylaversin. Biz ota-ona, biz yaqin odamlarimiz o'ylash kerak. Ularning qorni to'qmi? Hammasi yaxshimi, uylari bormi, chiroq bormi, gaz bormi? O'sha narsalarni o'ylash kerak. Birovning мненияsi kimdir nimani o'ylash kerak. O'ylasa, men birovning мнениясini agar o'ylab yashaganimda, men sizlar bilan mana shu yerda birovga qaramaysiz. Umuman qilmaysiz. Umuman. Ko'pchilik hozirgacha telefon qilishadi, palonchi, pistonchi shunaqa dedi. Bor shunaqa gapda. Zo'r. Undan ham battarman dedim. Он не досказал dedim. Undan ham meni sharoitim og'ir. Yo'q, hazillashganim yo'q.